Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun yana Qulupnoy bo'yicha ma'lumotlarni o'zimiz uchun ham olib, sizlarga ham yetkazishga harakat qilamiz. Bugun yana bu sohani ustalaridan biri Muhammad Alining oldiga keldik. Assalomu alaykum. Rustamjon aka, yaxshi yetib keldilaring. Xudoga shukr, rahmat. Muhammad Ali, mana siz bilan bir necha kun oldin ham ko'rishib gaplashgan edik va qayerda yaxshiroq qulupnoylar yetishtirayotganini doim haligi hisob-kitob qilib gaplashib yuraman. Sizni ham iloji bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa kelib bir syomka qilaylik dedim. Rahmat shunchalik vaqt ajratganingizga. Rahmat kelganlaringiz uchun. Muhammad Ali, hozir qayerga keldik va bu yerda qancha joyda qulupnoy yetishtiryapsizlar? Hozir Qibray tumaniga keldilaring. Bu yerda 1 gektar issiqxona, to'liq 1 gektarga gidroponik usulda qulupnoy yetishtirish bilan shug'ullanamiz. Güzel. O'tgan yili boshladik bu joyda. Sal kechga qoldik. Hozir video intervyu davomida bu narsalarni tushuntirib, to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozir kechga qoldik deganingizda ekishga kechga qoldinglarmi yoki yana qaysidir muammolar bilan kechga qoldinglarmi? Endi issiqxonani tayyorlashga sal vaqt ketdi. Oktyabr, sentyabr oylarida ulgurmadik. Shu noyabr oyida buni ekishga vaqt bo'ldi. Noyabr oyida ekilgan sababli ozgina hosili ham agrotexnikalari ham o'sha kechroqqa surildi. Sal kechga surilib qoldi. Mana klientlarimizga yana bitta ma'lumot bo'lib qoldi. Juda ko'pchilik aytadi, sentyabrgacha ekib bo'lish kerak deb. Bizdan issiqxona qurdirgan klientimiz bittasi bor edi. U yoq ham noyabr oyida ekdi. Mana Muhammad Ali shu sohani mutaxassisi ham aytayapti. Noyabrga 1 gektar joyga ekib, hozirda mana hosilni yig'ishtiryapsizlar. Biza shunaqa narsa bo'ldi. Noyabr oyida ekdik. Bu yoqda hosil olish shu 4-5-yanvar oyida o'zi biz boshlagandik. O'shandan beri massa 20-noyabr 20-yanvardan keyin oshdi. Fevral oyi to'liq massa hosilini oldik. Mana mart oyida ham hosilni terib, misol uchun hozir bozorlarimizga sotib kelyapmiz. Bizda eng haligi katta qo'rquvlardan biri katta ob'yomda qilayotgan odam sirazi bozorda tahlil qilishni boshlaydi. Shunaqa. Lekin mana kichkina ob'yomda qilayotgan odamlar sota olmaymanmi deb o'ylaydi-da. O'zbekistonda talab qanaqa bo'lyapti? Hozir ham yaxshimi? Endi hozirgi kunda bizda ob'yom shunaqa, bitta odam bilan ishlashamiz. Bitta odam kuniga 400 kilo qulupnoy chiqadimi, 1 kilogramm, 500 kilogrammmi yoki 1 tonnami, hammasini o'zi olib ketadi. Ya muammosiz olib ketyapti. Muammosiz olib ketadi. Hozirgi kunda endi biz o'zimizni bitta yo'nalishimizni qo'ydik. Ya'ni dastavka xizmatini qulupnoyga bizga agar buyurtma berishadigan bo'lsa, u 1 kilogramm bo'ladimi, 5 kilogramm bo'ladimi? Kichkina ob'yom ham bor. Kichkina ob'yomni uylarga dastavka qilib yetkazib beramiz. Zo'r. Agarda Toshkentda yashaydigan bo'lsanglar, shunaqa qulupnoyda mazali qulupnoy yemoqchi bo'lsanglar ham zakaz berishinglar mumkin bo'lar ekan bemalol. Endi ichkarini ham bir qator kirib, o'zingiz ko'rsatib, tushuntirsangiz. Unda ichkariga kiramiz. $500 joydan $15,000 daromad olish sizga qiziqmi? Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, men Rustamjon Rahmonov, Uzgro kompaniyasi asoschisi va rahbariman. Sizga noldan boshlab 500 joyda qulupnoy yetishtirish biznesini o'rgatmoqchimiz. Yopiq Telegram kanal qilganmiz. Bu Telegram kanalga o'tib, 7 yillik tajribamizni ko'rib, o'rganib borishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda va xorijdagi kuchli qulupnoy mutaxassislar bilan intervyularimiz va O'zbekistondagi juda ko'p xonadonlarda yetishtirilayotgan qulupnoylarda plus va minus tomonlarini ko'rsatib borganmiz. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy biznesingizni boshlab, o'zingizni moliyaviy erkinlikka olib chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta yopiq Telegram kanalimizga qo'shilib oling. Bu kanal hozirda mutlaqo bepul, bemalol kirib, bu yerda nafaqat biza 7 yillik tajribamizda O'zbekistondagi kuchli agronomlarni uzoq yillik tajriba, xato kamchiliklarini o'rganishingiz va o'zingizni shaxsiy biznesingizni boshlashingiz mumkin. Yopiq kanalimizga o'ting va o'z biznesingizni boshlang. Muhammad Ali, mana bu yerda hosillar ko'rib turibman. Juda ko'pchilikda savol bo'lyapti hozirgi paytda. Mana aka issiqxona qurib berasiz, lekin undan u yog'iga biz qanday qilib ekishda, qanaqa udobreeniya berishimiz kerak, nimalarga ahamiyat berishimiz kerak bilmaydi. Shu narsalarga bu yil endi bitta yangilik qilmoqchimiz. Biz issiqxonangizni qurib, podключ topshirib chiqib ketamiz.
agronom сопровождениесiga ham yordam beramiz deymiz. Agar siz bilan hamkorlikda ishlaydigan bo'lsak, shunday ishni yo'lga qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Men o'zi o'tgan yili Rustamjonga o'tgan safar siz bilan o'zimiz ko'rishganimizda ham Ha. tushuntirdim. O'tgan yili men qulaylik qilib berish maqsadida mana sizga o'zim shu mavzuda chiqqandim. Issiqxona quradigan odam hamma narsasi bitta joydan bitishini. Ha. Ya'ni kelgan odam ham teplitsasi bitsin, sifatli bo'lsin. Kokosiy substrakti, qulupnay ko'chatlari, agrosoprovождениесі odam yangi boshlagan odam ziyonga kirmasligi uchun. Bizda shunaqa zo'r bitta proyekt boshlayapmiz. Xudo xolasa, agar siz issiqxona qurdirib, agro sohasidan zo'r daromad olmoqchi bo'lsangiz, biz sizga issiqxonani to'liq qurib beramiz. Sizdan faqat ichida ishlash qoladi. Agronom сопровождениесini ham olib beramiz. Ya'ni keldingiz, issiqxonani qurish, kapelni tomchilab sug'orishi, isitish sistemasi, agar kokos bo'lsa, kokoslari, ko'chat hamma yo'g'ini tayyor qilib chiqib keta olamiz. Bizda mana ko'ryapsizlar, chet elga boryapmiz. Bu yomon emas, yaxshi, lekin chetdan zerikkanlar yoki o'zimiz O'zbekistonda ish boshlayman deganlar yoki kimdir pensiyaga chiqib ish boshlaydi yoki kimdir qanaqadir biznesda yo'lga qo'yaman deydi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsalar, bemalol murojaat qilsanglar, zo'r qilib issiqxona qilib, сопровождениесini olib beramiz. Juda ko'p narsa avvalambor Allohdan, lekin harakatimizga ham bog'liq bo'ladi. Muhammad Ali, mana sizdan ozmi ko'pmi ma'lumotni doim olishga harakat qilamiz. Keling shu 5 sotik, 6 sotikka biznes planini tayyorlab, bitta video qilib chiqarib shuni taqdim qilaylik. Shunga nima deysiz? Bo'ladi, yaxshi bo'lar. Sababi ko'pchilik mendan ham so'raydi. Mendan so'rashadigan narsa, mana men o'zim javob bera olmaydigan narsam bu 5 sotik, 6 sotikka issiqxonadan boshlashadi. Qancha rasxod ketadi, nima qo'yishim kerak, nima qilishim kerak. Shu chastiga men javob bera olmayman. Agar ikkalamiz birgalikda bo'ladigan bo'lsa, men ham sizdan shu narsalar haqida so'rab o'rganib olardim. Shu obunachilarga ham bu haqida informatsiya berardik. Qulupnay mavzusi bo'yicha qanaqa rasxod ketadi, daromad qancha bo'ladi, nima ularni kutib turibdi, bu savollarga qo'ldan kelgancha men javob berib, bir to'liq intervyu qilardik. Zo'r video bo'ladi. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa ham, bu yerda hozir Muhammad Alini ham, biz ham ijtimoiy tarmoqlarda qo'yamiz. Bemalol keyingi ijtimoiy tarmoqlarimizga o'tib ko'rsanglar ham bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib kuzatadigan bo'lsanglar, bu haqida ham video ishlaymiz. Haqiqatan men qurilish bo'yicha hamma ma'lumotni bera olaman. Undan u yog'idagi bo'ladigan xarajatlar, ko'chat, nimalarga ahamiyat berish kerak, qanaqa udobreniya, ichkaridagi issiqlik, namlik, suvni tarkibi, boshqa ma'lumotlarni bemalol Muhammad Ali berishi mumkin bo'ladi. Katta rahmat sizga ham shuncha vaqtingizni oldik. Xudo xolasa yana bir vaqtingizni olib bitta video qilib olsak zo'r bo'ladi degan umiddaman. Kelishdik. Rahmat sizga ham. Rahmat.